Assalomu alaykum. Bugun sizlarga bir narsa haqida gapirib bermoqchiman. Bizni Telegramda eski kamolotchilar, qadrdonlar guruhimiz bor. O'sha guruhda biz tajriba almashamiz, fikr almashamiz, yangiliklarni bo'lishamiz. Xullas, eski xotiralarni eslaymiz. Endi bu kamolot jamoamiz shakllanib, tarqab bo'lganiga 10 yilcha bo'ldi. Biz institutdagi jamoa edik. Shunday qilib ahilligimiz bor haliyam. O'sha guruhda bir kuni kitobxonlik haqida gap ketdi va Ulug'bek Yoshlar ishlari agentligi tomonidan ochilgan mutolaa loyihasi haqida gapirdi va uni tavsiya qildi. O'zim mutolaa ilovasini yuklab olgandim, eshitib turardim. Oxirgi payt diqqat qaratmasdim. Chunki qo'limga kitob olib o'qigan boshqacha degan fikrda edim. Keyinchalik tushunib yetdimki, bu shunchaki bahona ekan. Bizga Ulug'bek o'sha kuni hammamizni premium promokodlari bilan siyladi va har kuni bizdan talab qila boshladi. Hech bo'lmaganda 5 daqiqa kitob o'qiyapsizmi deb so'rab burnimizdan chiqarib boshladi xullas. Endi biz tekinga promokod olib qo'yganmiz. Boshida mutaxamligimizdan kiramiz. Chunki pulli promokod besplatniy oldik. Keyin ko'z bo'yamachilik uchunmi, shunaqa xullas boshida shunaqa tuyuldi o'zimga. Keyin eshitib, kitob o'rganib qoldimki, avtobusda har kuni qo'shiq eshitib kelardim. Reyslar uchun naushnik ishlatadigan odam bo'lsam, hozir naushnikni mutolaa uchun ishlatadigan bo'ldim. Xullas, sizga har kuni 5 minut kitob o'qish uchun sarflasangiz, u juda ham qulay yaratilgan. Ichida daraxtlari bor, o'sishiga siz yashnashiga har kunlik 5 minutlik mutolaalangiz uni daraxtni o'sib unishiga sababchi bo'ladi. Xullas, mana shu 5 minutlik ichimdagi, miyamdagi odatimni ham o'zgartirib boshladi. Ya'ni kitob o'qishga, audio kitob tinglashga qanaqa keraksiz relslar yoki ashulalar eshitish uchun emas. To'g'ri, ashulani san'atni ham o'rni boshqacha, lekin hamma narsani o'zini nimasi bor. Lekin bizda kitobxonlikka nisbatan o'rnini yuqorilashimiz uchun bu juda ham qulay, juda ham oson. Qo'limizga har doim ham kitob ola olmaymiz, o'qiy olmaymiz. Sizni qulog'ingizga просто tak naushnikni taqasiz, bir shirin so'zli ayol qulog'ingizga chirin qilib bu kitobni o'qib beradi. Bundan ortiq qulaylik menimcha bo'lmasa kerak. Xullas, hammaga tavsiya qilaman mutolaa ilovasini. Yoshlar ishlari agentligi mana shu loyihalari, ibrat, yana tillarni o'rgatadigan qanaqadir loyihalari juda ham zo'r chiqqan. Просто tak tan beraman. Hammaga tavsiya qilaman. Bye bye.